3,5 ming kvadrat yer maydoniga 100% sendvich paneldan qad rostlayotgan binomizni bugun sizlar bilan to'liq obzorini ko'rib o'tamiz va videoning oxirida nech pullik sendvich panel ketdi ushbu binomizga jami hisobda aytib o'taman. Videoni ko'rishdan oldin yaxshilab joylashib olinglar. Albatta manfaatli video bo'ladi va tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Ko'rishlaring mumkin. Devor qismi kira olish oldi tarafini seri rangda 16 plotnisli penoplast materialdan tayyorlangan sendvich panellarda ishlab chiqarib berganmiz va qovurg'alarga e'tibor bersalaring bo'ladi. Mayda qovurg'ada mijozimizning talablaridan kelib chiqib qilib berganmiz va ichkariga kirsalaring eng hayratlanarli va eng qiziq joylari boshlanadi. Binomizning uzunligi 120 metr, eniga 28 metr va balandligi 4 metrdan bo'ladi va ko'rishlaring mumkin 28 metrda umuman hech qanday stoykaga ko'zlaring tushmaydi. Shunisi juda ham e'tiborimizni tortdi va aynan ushbu usta akamiz ham biz bilan ancha yildan beri hamkorlikda ishlab kelishyapti. Nomerlarini opsiyalarda yozib ketamiz yoki telefon qilsalaring sizlarga bog'lab beramiz. Juda ham sifatli vodiyda o'z o'rniga ega bo'lgan usta akalarimizdan bo'lishadi. Binomizga qaytadigan bo'lsak, do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Sendvich panellarimiz gorizontal holatda qotirilgan devorlariga juda ham choklari, videolarni ham yaqindan qo'yib ketaman. Tom uchun devorcha sendvich panellarimizning choklari juda ham sifatli holatda bo'lgan va ushbu binomiz bu ishlarimiz tugagandan keyin topli pol bo'ladi. Isitish maqsadida topli pol qilishyapti va aynan 16 plotnisli sendvich panel qilishimizning ham sababi mana shunda. Chunki siz yozda sovutasiz, qishda isitasiz va maksimal binoning ichidagi haroratni uzoq vaqt saqlash uchun biz mana shunday zichligini yuqori qilib sendvich panel ishlab chiqarib berganmiz va 16 plotnisli sendvich panel eng kamida 10 soat binoning haroratini bir xilda ushlab turadi. Bu degani siz yozda sovutishni, quruqlik sovutishni ishlatmaysiz va qishda isitishni ham xuddi shunday siz elektr energiyasini o'zidan ham anchagina pul yutib qo'yasiz 5-6 yilda ichida. Do'stlar, binomizning tom qismiga e'tibor qaratishlarni so'rab qolgan bo'lardim. Har 5 ta paneldan keyin DV panel qo'yib ketishgan va nima uchun DV panel desalaring, aynan bazal shisha tolali bo'ladi, yong'inga chidamli hamda sendvich panelni guli bilan gullari birga bir to'g'ri keladi. Ushbu binomizga videoni boshida aytib o'tganimdek, umumiy hisobda 5000 kvadratga yaqin sendvich panel ishlab chiqarib berganmiz va narxlari 1 milliard so'mlik bo'lgan. Do'stlar, kimga mana shunday sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma bersalaring bo'ladi. Videoga esa like bosib, albatta yaqindagina mana shunday katta qurilishlarni reja qilayotgan tanishlarga yuborib qo'ying.